Men ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi boshlang'ich ta'lim ixtisosligi bo'yicha boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologiyaga oid tushunchalarni shakllantirishda kreativ yondashuvni takomillashtirish nomli pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi egallab oldim 2023-yilda. Men o'ylaymanki, bu boshlang'ich sinf o'quvchilarida bugungi globallashuv jarayonida ekologik o'yin, ekologik mas'uliyat, tabiatni, atrof muhitni asrab avaylashga bo'lgan tushunchalarni nafaqat o'sha umumiy olib qaraydigan bo'lsak, butun insoniyat uchun xizmat qiladigan o'sha ekologik muhitni yaxshilash uchun har bir o'quvchi va butun insoniyat menimcha mas'uliyat hissini o'zida shakllantirib borishini aynan mavzumizda dolzarb ustuvor vazifa sifatida belgilab olganmiz. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, o'sha boshlang'ich sinf o'quvchilarida an'anaviy ta'limda berib boriladigan bilimlarni yanada takomillashtirish borasida biz kreativ tushunchasini takomillashtirishga xizmat qiladigan tadqiqot yo'nalishida ilmiy izlanishlar olib bordik. Kreativlik nima degani o'zi asli? Kreativlik bu ayni bir ijodkorlik, o'zgacha bir yangi yondashuvlar asosiy yechimlar kirita olish ta'lim jarayoniga yoki bo'lmasam o'qitish uslublariga bo'lgan yangicha yondashuvlar, ijodiy izlanishlarni olib kirib, o'quvchilarni ham an'anaviy dars jarayonida o'zgacha fikrlar yarata olishga qaratilgan mashg'ulotlarni yoki bo'lmasam ayni o'quvchilarning o'sha mavzularni o'rganish jarayonidagi bilimlarida o'zgacha fikrlarni keltirib o'ta olishi, ijodiy fikrlarni erkin omma oldida yoki jamoa oldida bayon eta olishlari aynan o'rgatib boriladi. Ya'ni bu borada biz tadqiqot izlanishlarimiz jarayonida o'sha ekologik ongni shakllantirish yoki ekologik tushunchalarni takomillashtirish bo'yicha model ishlab chiqqanmiz. Bu modelimiz asosida biz bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarini an'anaviy ta'limga biroz o'zgartirish yoki yangicha yondashuvlarni kiritgan holatda zamonaviy dars tipini tashkil etishga harakat qilganmiz, ya'ni ko'zda tutganmiz va bu bo'yicha tajriba sinov ishlarimiz asosida sezilarli darajada natijalarga erishganmiz. Aynan bu natijalarimiz yoki tajriba ishlarimiz asosida boshlang'ich sinf o'quvchilari dars mashg'ulotlarida ekologik vaziyatlarga, ekologik muammolarga tegishli bo'lgan o'sha loyihaviy topshiriqlar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar asosida turli yechimlarni qila olishligida ijodiy izlanishlarini yoki ijodkorliklarini keltirib o'ta olganligini ayni bir o'sha ilmiy izlanishlarimizning yangiligi sifatida ko'rib o'tishimiz mumkin yoki bo'layotgan o'zgarishlarni biz o'zimizning tadqiqot doiramizda olgan natijamiz deb aytib o'tishimiz mumkin. Nafaqat aynan bu 2023-yilda himoya qilgan tadqiqot ishimiz yakunlandi. Ilmiy sohada cheklanishda bo'lmasdan hozirgi kunda ham mana shu Termiz iqtisodiyot va servis universitetining boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida faoliyat yuritar ekanman. Dotsentlik unvoniga ham 2025-yilda sohibi bo'ldim va bu borada izlanishda, ilmda to'xtab qolmasdan yana kelgusi yangi bir cho'qqisini zabt etish uchun yana ilmiy izlanishlarda olib boryapmiz. Mutaxassisligim bo'yicha boshlang'ich sinf o'quvchilarini nostandart fikrlashga o'rgatishda 4K yondashuv asosida o'qitish tizimi bo'yicha, ya'ni metodikasi bo'yicha ilmiy izlanishlar olib boryapmiz. Aynan bu 4K yondashuv nima degani? 4K yondashuv bugungi zamonaviy ta'lim muhitida o'quvchilarni kreativ fikrlashga, kritik fikrlashga, kommunikativ muloqotini shakllantirishga va kollaboratsion yondashuv asosida o'qitishga xizmat qiladi. Ya'ni bu nima degani? Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilaridan tortib toki ta'lim tizimimizning barcha qatlamida o'quvchilarni 4 tomonlama rivojlantirish, ya'ni dars jarayonida fikrlarni erkin mustaqil bayon qila olishi yoki dars jarayonidagi mashg'ulotlarga o'zining ijodiy qarashlarini mustaqil ravishda kirita olishi yoki bo'lmasam o'zining fikrlarini jamoa oldida erkin bayon qila olishi orqali kelajak faoliyatida o'ziga bo'lgan ishonchini tarbiyalash orqali va shu orqali har bir jarayonga o'zgacha bir yechimlar, ayni takrorlanmagan bir yechimlarni keltira olishligini aynan yoritib berishga harakat qilyapmiz va bu borada loyihalar, tadqiqotlar, izlanishlarni olib boryapmiz va albatta o'ylaymanki, bu sohada olib borayotgan izlanishlarimiz, professor o'qituvchilarga berilayotgan imkoniyatlar ayni bugungi kunda ta'limning rivoji bo'lib xizmat qiladi va bizga berilayotgan imkoniyatning samarasi bo'lib xizmat qiladi deb aytib o'ta olamiz va bugungi kunda ilmiy izlanishlarda to'xtamaymiz. O'zimizning o'sha mutaxassisligimiz bo'yicha ayni pedagog faoliyati bilan mashg'ul bo'lishimiz bilan bir qatorda bir necha nafar shogirdlarni ham o'zimizga shogirdlikka tayyorlab, aynan ularni ham kelajakda pedagoglik kasbi bo'yicha tayyorlashga harakat qilyapmiz. Aynan ularni ham o'z mutaxassisliklari bo'yicha yetuk malakali shaxs bo'lib yetishda metodik, nazariy, amaliy tavsiyalarimizni o'rgatishga harakat qilyapmiz. O'ylaymanki, Termiz iqtisodiyot va servis universitetida biz professor o'qituvchilarga berilayotgan bu kabi imkoniyatlar, bu kabi yutuqlar yoki bo'lmasam har bir e'tirofning chetda qolmayotganligi biz o'qituvchilarga kelajak faoliyatimizda yanada turtki berib, o'sha zamon ruhida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishimizga aynan
yangicha yondashuv deb o'ylayman va bugungi kunda shuni aytishim mumkinki, bizning o'sha olib borayotgan mashaqqatli pedagogligimiz yoki ilm yo'lidagi izlanishimiz bu shunchaki kasb emas, balki bizning jamiyat oldidagi eng mas'uliyatli bir burchimiz hisoblanadi. Chunki pedagoglarning bola tarbiyasi yo'lidagi qilayotgan xatti-harakatlari, izlanishlari va berayotgan tinimsiz mehnatlari ayni kelajakda o'z samarasini berishi kerak. Zeroki kelajak yoshlar qo'lida. Bugungi kun yoshlarini aynan zamonaviy bilimlar asosida qurollantirish biz pedagoglarning mas'uliyatli burchimiz hisoblanadi.